Lübu yamanmı, Shangyu yamanmı? Qandaq adamның suali endi. Muşunu bir dəpəqanlar, muşunun cavab verimiz var. Endi bunun da Lübu bilan Shangyuning rolisi o'xshashli bir odam bo'lg'achqa nurg'ullarning bak so'riqsi kelib ketgan bo'lishi mumkin deb o'yladim. Shuning bilan bu yerga men rolchini azroq narsadan ko'rib baqsam, noyt qiziqga bu Lübuning Shangyuning rolchisi. Boshqalar endi rolga chiqsa, pul tepish uchun rolga chiqsa, ma'vo bir shu an menda huzurlanish uchun chiqir ekan. Ya'ni boshqalarni rejissyorlar taklif qilib, "Men rolga chiqsa, desa, necha versa, nech pul deyishimiz deb men pulini deyishsam, ma'no bilan deyishga vaqtni o'zi bu kiplar pul bilan chatig'im yo'q. Men chiqirgan rol shu televiziya teatr eng nocha odammi, jonki birinchi polvonmi, ashtaqa bo'lsa chiqmayman. Bo'lmasa chiqmayman deydi. Ya'ni buning har bir qitimliq rolga chiqirgani men shu televiziya teatrining birinchi qismida o'lib ketsammi mayli. Shu bir qism chiqib o'lib ketsammi mayli. Lekin chuqur mush kinodagi eng yomon polvon, eng yomon odamning roliga chuqur men chiqishim kerak deydi. Shuning bilan buni televiziya teatrlarini ko'rib baqsanglarmi, mamlakatimizning tarixidagi u bu barliq shu jonki birinchi polvonning hammasini mush rolni yapıptı. Lübu, Shangyu, Li Shimin, onun kayında mayadaki Orlan Shandaymiz, yenima men ko'mgan nurg'un filmlari var ki bunun. Lekin hammasi shu televiziya teatridagi birinchi nomerlik polvon chuqunmay chiqadigan rolga. Endi bu artistning boshqa narsalarini ko'rib baqsanglarmi, buyum igiz, unusi cheniqib turadigan badan muskullari, ama chiroylik bir qat'iylik, jasurlik bu jihatdan haqiqatan mana shu o'z degandek mayli men ushbachalik Lübuning mayli Shangyuning obraziga buningdan yaxshi bir nomzod chiqmaydigandek his qildim. Haqiqatan men rollarni mayli o'zining badan turqi, mayli rol olishga iqtidori, mayli chiroylik, mag'rurlik bu jihatda haqiqatan mos kelgansa, o'zining diniy kuchlik Bıngsın baka deb o'yildim. Shuning uchun qizlarning ichida mastalarim bak chiqqan buniki. Nasib bu ikkisini oldindan selishtirmayli. Sizlar daqiqlar mana shu Lübu bilan Shangyuning obrazini haqiqatan voyaga yetkazib rolga olganmi bu? Voyaga yetkazib rol ola olganmi? Navadi bu rollar misol sizlar qaysi artist Lübuning yoki Shangyuning rolini olsa, bundan yaxshi haybat ola oladi deb o'ylaysizlar. Undan so'ng bildiganlar bir ko'ngil chuyganlarni ko'z qarshi qoldirib baqsanglar bo'ldi. Rahmat.